Bu yerdagi barcha oyoq kiyimlar 14 ming so'mdan. Endilikda ditski pastalarimiz atiga 39 ming so'mdan va bizda narx esimdan chiqib yaqinda bo'layapti. Alisher aka biladi chunki kichigina mana lasinalarimiz mana hammasi endi hozir 5 ming so'mdan 50, 60, 70 razmerlari. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Sifat Tekstilning Andijondagi filialidamiz va bizda mahsulotlar har doimgidek eng arzon narxlarda. Andijon viloyatidan kuzatib borayotgan obunachilarimiz bu videoni oxirigacha ko'ring, sizlar uchun qiziq bo'ladi. Bu yerdagi barcha oyoq kiyimlar 14 ming so'mdan. To'xtang, to'palang qilib tashladingiz-ku. Skromniy odamlarga tushuntirish kerak. Bular narxlarini aytdingiz, razmerlarini to'liq tushuntirmadingiz. Hozir bitta mana bunalar qarang. Bular 7 yoshdan 70 yoshgacha mana fakt bilan mana bu yerda mana katta opoqlarga tushgan, 90 yoshga tushganlar ham bor hammasi. Keyin bu yerda ko'p bosib qo'yganmiz. Bemalol savdogar apalar qopni ko'tarib kelaverasizlar, chunki biz mana podvollarga o'sha bosib qo'yganmiz katta partiyada объемda. Endilikda ditski pastalarimiz atiga 39 ming so'mdan. Yaqinda to'y bo'layotgan qizlar, sizlar uchun ham arzon sarpoba pastalarni topib qo'ydim. Mana bu pastalarimiz 195 ming so'm. Mana bunisi 145 ming so'm. Mana tigrlar nima deyapti qizlarjonlar? Mana bunisi 65 ming so'mdan. Va bu 50 dollarga ham olib sotalardan olib yuribsizlar-da qizlarjonlar. Bu yerdagi barcha tovarlar ayollarimiz uchun eng arzon narxlarda. Mana bu ko'rib turgan kapron paypoqlaringiz 10 tasi 24 ming so'm. Bu degani 2400 so'mdan to'g'ri kelar ekan. Mana 4 ming so'mlik futbolkalar ham bor ekan. 4 ming so'mlik futbolkachalar 4 ming so'mga nima beryapti hozir qizlarjonlar? Apa mana qanchadan edi? 29 ming. Mana plistroфка shimlar 24 ming so'mmi? 29 ming so'mdan. 7 xildan ortiq. 7 xildan ortiq rasvetkasi bor ekan. Mana ayollar ichki kiyimi 17 ming so'mdan 21 ming so'mgacha ham bor ekan. Apa mana sochiqlar qancha? 79 ming ona bola komplekt. Mana ona bola komplekt sochiqlar 79 ming so'mdan. Mana bularcha apa? 44 ming deylar. Mana 44 ming so'mdan 10 ta sochiq, 44 mingga 10 ta sochiq. 19 ming shart. Mana bular 19 ming so'mdan ekan. Apa mana sharflaringiz qancha? 19 ming shu Mana bo'ladi. 19 ming so'm ham bor yonida mana. 13 ming so'm har xil rasvetkasidan bor ekan. Mana bu tarafda ham tovarlarimiz bor. Ayollar penyolarlari qanchadan? 40 mingdan. Mana hammasi 40 ming so'mdan. Mana. Mana ayollarimiz uchun 40 ming so'mdan penyolar 40 ming so'm. Mana bu ko'ynechalar qanchadan? 29 ming. Mana 20 voy, ana ishtoni ham bor ekan bu. Bularchi? Ular ham 29 ming, hammasi 29 ming. Mana 29 ming so'mdan. Bularchi 7 ming. mana 7 ming so'mdan komplektchalar ham bor ekan. Barcha Sifat Tekstilning Andijondagi filialida. Va nihoyat to'xtatdingiz, bir rosa qiynalib ketdingiz videoga. Lilik chekinishlardan so'ng qiyinchiliklar bilan olingan videoni davom ettiramiz. Alisher aka bo'lmasa tovarlar bilan o'zingiz tanishtiring. Xo'p bo'ladi. Mana hozir mahsulotlarimizni eng kichigina mana lasinalarimiz mana hammasi endi hozir 5 ming so'mdan 50, 60, 70 razmerlari. Bundan xiyol kattalari bor mana bular. Shu o'spirin qizlarga to'g'ri tushadigan material Xitoy material bambuk mana bularda ham narxi hozir 8 ming so'mga tushgan va katta mana uzun 1 metrlik katta xolalar lozimlari bor. Bularda ham narxi hozir 12 ming so'mga tushgan. Endi mana hozir mana Xitoyda bitta Xitoyskiy shimlar bor mana. Juda ham arzon narxlarda, qulay narxlarda bular ham. Mana bunaqa qizchalarimizga katta shimlarimiz bor, jinsi shim. Yubka buruk deydimi, nimadir deydi. Bular ham mana buni do'ykalarimiz bor mana. Shular ham 29 ming so'm atiga. Mehnat qilingan bular ham vishibkali. Hop, bundan nisbatan katta mana 2-sinfgacha tushadigan do'ykalarimiz bor. Kilo shimlari bilan bular ham 29 ming so'mdan hozirgina kunlarda. Bular ham rasvetkasiroq. Mana bunaqa modeli bor mana. Bu ham hozirga rosa chiroyli, yangilik chiqdi, yangi fasonda. Bularda ham kamida bir 6-7 xil rasvetkasi bor, sveti bor. Hop, mana yerda ko'rishimiz mumkin. Mana yerda mana vishilkada ham mana million xili bor. Hammasi 29 minglik narsalar. Endi baqa keladigan bo'lsak, mana eng arzon va eng sifatli chiroyli do'ykalarimiz bor. Mana narxini eshitdinglar, atiga 13 ming so'mdan. Chunki bular xaba mana anaqasi bor, shortichasi mana. Chiroyli shorticha, undan tashqari mana chiroyli futbolka. Xaba 100% paxtadan ishlatilgan. Mana kraskalari ham o'chib ketmaydi. Eng original, toza turetskiy kraska urilgan. Narxlari 13 ming so'm atiga. Ha, bularda razmeri bo'lsa 3 yosh, 4 yosh, 5 yosh, 6 yoshgacha to'ttaligimi razmer. Keyin mana bu do'ykalarimiz oldi toshli mana bunaqa juda ham chiroyli do'ykalar bor.
yangilik materialda, Xitoy materialda ishlangan lapsha material, Singapur materialdan. Bularning ham narxi atiga doimgi narxlarda 29 ming so'mdan bemalol xarid qilasizlar. Bular hozirda 1-2 sinflargacha tushaveradi. Keyin mana bu yerda hali juda chiroyli rasvetkalar ko'p, yangiliklar ko'p. 39 ming so'mdan 7 yoshgacha, 7 yoshdan 7-8 sinflargacha razmerlik paplindan, shtampildan kuni lozimlarimiz bor. Keyinda o'spirin qizlarga to'g'ri keladigan, kelinchaklarga tushadigan 39 ming so'mdan kuni lozimlarimiz bor. Endi mana hibi juda ham chiroyli mana bunaqa yangilik shortichalarimiz chiqqan. Bundan bag'is sezonga atiga 7 ming so'm qaranglar. Rosa chiroyli, xizmat qilingan, sifatli. Bularda ham rasvetkasi juda ham chiroyli, juda ham ko'p. Mana bunaqa oldidagi rasmlari, reklamasi har xil bularda ham bemalol xudo xolasa kelib mahsulotlarni tanlab, qo'lingizga ushlab, bemalol sifatiga 100% ishonib, pulini berib ketsangiz bo'laveradi. Sizlarga shuni biz imkoniyatni berdik va hozirgi biz turgan joyimiz Andijon shahar, manzilimiz hop Andijon shahar soy bo'yi Buxarskiy ko'cha deyiladi. Bemalol ekranga nomer qoldirdik. Ekrandan nomerga bemalol telefon qilib, qanaqadir mahsulotlardan yoki ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, telefon qilaverasizlar, yaxshilar. Batafsil ma'lumot olish uchun Telegram kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Asosan lokatsiyalarimiz va telefon raqamlarimiz Telegram kanalimizga joylangan. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat barchaga. Xudoga shukr. Gaplarim esimdan chiqib qolibdi, yo'llashga qiynaldim. Men hozir qo'shilmaganimda tingalaringiz ekanda vashi.